5 gün xudo qalasa kvadrat metrini 50 ming so'mga qo'yib beraman. 50 ming so'mga haydaysiz bo'ladi. 50 ming so'mga. 50 ming so'mdan yurtdoshlar gilamni zo'rini qo'yib berdik. Gilamni zo'ri high-tech dizaynda bo'ladi. High-tech bo'ladi. 50 ming so'mga. 50 ming so'mga ketdi 5 kun. Do'stlar qaranglar, high-tech. Juda ham zo'r. Premium kassada o'qilgan bo'ladi. Bemalol xudo qalasa sarishtirib kelavchilar. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham liboyni sarishtirib kelavchilar. Yine 50 ming so'mdan beriladi. 50 ming so'mdan beriladi. Og'abeka, xudo qalasa shu videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariy yozgan obunachilarimiz uchun podarkani zo'rni qo'yib beramiz. Kommentariy show uchun. Kommentariy show uchun videomizga like bosib, kommentariy yozganlar uchun ne qo'yib beramiz? 3 tane gilam, 5 tane joynamoz qo'yib beramiz. 3 tane gilam, 5 tane joynamoz. Kommentariy show uchun ketdi. Yine yurtdoshlar shu videoga like bosinglar, bosdingizmi? Kommentariy yozinglar. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariy yozsangiz, yutish imkoniyati shu darajada ko'p bo'ladi, do'stlarmi. Keyingi videomizda aniqlaymiz, xudo Keyingi videoda xudo qalasa yutgan g'oliblarimizni aniqlaymiz. 3 tane gilam, 5 tane joynamoz. 5 tane joynamoz, 3 tane gilam. Ketdi. Bunu ham ko'rsatamiz yine. Yine güllü variant so'raydigan mijozlarimiz uchun. Yine. Ajoyib. Ko'rdingizmi, Ag'abeka, rulon. So'q asfaltga umuman aksiya qo'yamiz biz. Yangi aytib o'tdik. Bu gilamimiz ham zo'r bo'ladi. Yine arkasida o'qilishlari. Yine bir qism bo'ladi bu narsa. Keladigan narsa yo'q umuman. Ajoyib. Buni ham razmerlarga kelgan bo'lsak, barcha razmerlar bor dukanimizda. Razmer tamom bo'lib qoldi, qolmadi degan narsa umuman bo'lmaydi dukanimizda. Bu gilamimizdan Ag'abeka 80 ming so'm, 75 ming so'm sotib o'tiribmiz. 50 ming so'mga qo'yib beraman buni ham. Buni ham 50 ming. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan gilam do'stlar, qaranglar, faqatgina 5 kun bo'ladi. 5 kun bo'ladi, 50 ming so'mdan kelib xarid 50 ming so'mdan qizil gilam, 50 ming so'mdan high-tech gilam. Qaling'i original bo'ladi, premium kassada o'qilgan. Xudo qalasa 5 kun 60 ming so'mdan qo'yib beraman. 60 ming so'mdan high-techni originali. 60 ming so'mdan high-techni originalini olib kelsanglar bo'ladi. Bemalol kelib masala bo'ladi, razmerlari bor. Yine 60 ming so'mdan ketdi, xudo qalasa. Bardoy svetni Ag'abeka yana bir varianti. Yine bardoy. Bu ham tozagan parchalardagi gilamlarimizdan birisi. Ajoyib. Bu ham dimzo'r, qalinliklari, kassolari dimzo'r. Xudo qalasa ishlatib ko'rib aytaveradi. Avon. Xudo qalasa aytang yuvganda girishi, to'lanib, kishak qiladigan narsa emas umuman. Buni ham barcha razmerlari bor dukanimizda, bemalol kelib xaridasizlar bo'ladi. Bardoy gilamizni bahasi 85 ming so'm, 75 ming so'm sotib o'tiribmiz gilamimizni ham. Xudo qalasa kelib turib 55 ming so'mga haydasizlar. 55 ming so'm. 55 ming so'mdan 5 kun ketdi. Bardoyni yurtdoshlar, shuni qaranglar, 55 ming so'mdan beriladi. 55 ming so'm. Ya aytganimizdek, liboyni narx bo'yicha, sifat bo'yicha solishtirib kelaverish. O'lmaydi bu narsa. Bu narsa hech qachon o'lmaydi. Modada ham qolmaydi. Xalqimiz sevib xaridatadan döşüyon gilamlardan birisi. Türkmen peçet do'stlar ko'pchilik so'ragan, arkasi koja. Arkasi koja. Avon. Sifati dimzo'r, material ipek bo'ladi. Ipekdan. Qalin narsa. Qalin narsa avon. Yine. Bu gilamimizdan razmerlardan muammo yo'q. Xudo qalasa bemalol kelsalar bo'ladi. Qalin original gilam. Bahası 95 ming so'm, 90 ming so'm sotilgan. Avon. Kvadrat metri. Xudo qalasa xalqimiz 5 kun ichida kelib turib, xudo qalasa 55 ming so'mga haydasa bo'ladi. 55 ming so'm. 55 ming so'mdan Türkmen peçet. O'ynatib turganingiz yo'qmi? O'yin gapi yo'q. Gapga javob Lazizlar, gapga javob. 55 ming so'mdan. Liboyni sarishtirib kelavchilar. Qo'jali narsani. Arkasi koja, original, premium kassada o'qilgan. Yine. Arkasi qo'jali. Büklanib to'lanib qolmaydini. Bir qism bo'ladi o narsa bu ham. Yine. Kley degan narsa yo'q. Kilogram yo'q. Yo'q bunda. Umuman bir do'stlar 55 ming so'mdan Türkmen peçetni originalini, qalingini ham yurtdoshlar qo'jalisini olasizlar. Qojali savon. Zo'r. Yine. Türkmen peçetni boqmalan bor ekan do'stlar. Boqmalan bor. Xalqimiz shu narsada adashmasin. Shuni ham tushuntirib o'tamiz. Boqmali bu. Boqmalni qalini. Kutilgan dönadan bu, to'g'rimi? Yine. Dönadi bu. Boqmalni qalini dönadi bu narsa. Ko'rsatib o'ting bu narsani ham yine. Zo'r. Original bo'ladi. Ajoyib. Qalin zo'r bo'ladi ekan. Bahasına keladigan bo'lsak, Ag'abeka 120 ming so'm, 130 ming so'm, 110 ming so'm sotilgan gilamimiz. Xudo qalasa, xalqimiz kelib turib ish gilamizni boqmalni qalingini 73 ming so'mga haydasa bo'ladi. 5 kun ichida 73 ming so'mga. Boqmalni qalingi bo'ladi bu. Yoq tarafdan ipek material, bu ipek material bo'ladi. Bam sifatlar dimzo'r bo'ladi, 55 ming so'mga. 55 ming so'm. Ikki tur varianti bor. Boqmal variant bo'ladi, qalingi bo'ladi. Türkmen peçetni ipeki, Türkmen peçetni boqmalı do'stlar. Qaranglar, 70 ming so'mdan boqmalı. Boqmal ipek varianti 55 ming so'mga. Zo'r. Hamma variantlar bor. Hamma variant bor. Razmerda umuman muammo yo'q. Narx bo'yicha ham liboyni sarishtirib kelavchilar. Like. Xudo qalasa. Mumkin emas. Xudo qalasa. Yine Türkmen peçet gilam, Ag'abeka, ko'rsatib o'ting bu narsani. Yine tap shu narsani paraxodlari. Boqmalni. Shu narsa ko'pida problema bo'ladi aqa. Yine. Gap yo'q. Yine. Xudo qalasa. Qalasizlar, olib borib yeyib beramiz uni. Yine. Ranapa gilamlari do'konida muammo bo'lishi mumkin emas, xudo qalasa. Paraxodlardan, razmerdan. Umuman muammo yo'q. Bemalol kelib xaridasizlar bo'ladi, xudo qalasa. Tamom bo'lib qoldi, qolmadi degan narsa umuman bo'lmaydi. Bugun zakaz etsalar qachon borib döşab berasizlar? Xudo qalasa, qo'ldan kelgancha top shu kuni, xudo qalasa momentida ishlab chiqarib beramiz. Arkasini do'qurishdan ham ko'rsating yine. Arkasini do'qurishdan gap yo'q. Dimzo'r bo'ladi. Yine. Yine top shu narsa, paraxod bir xil ikkisi.
Gap yo'q. Juda ham zo'r. Birda-bir ine yurtdoshda o'zindən bir baxmanlıq qalın bo'ladi ine. Materiallarni ko'rsatib o'tamiz. Paraxodlar ham shu narxi bir bor, o'zgarmaydi narxi. Narx umuman o'zgarmaydi bizda. Ine. Aytıldı, atıldı bizə. Avan. İndi baxmanlı başqaçarak variantı bormi degan mijozlarimiz uchun yana variantlarimiz bor. Birinchi Turkmen pechet bilan cheklanib qolmaymiz. Xudo xolasa toza partiyada gilamlarimiz. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Yana baxmal, ko'rsatdik. Yana baxmal. Baxmanlı qalini. Arzon emas bu, yubqasi emas. Qalini. Sifata pul to'laysizlar. Sifata pul to'laydilar, kelib tur, xudo xolasa. Ine. Bu ham bir qism bo'ladi bu narsa. Bir qism bo'ladi, qalin narsa. Qalini bo'ladi, original bo'ladi. Agabek aka, bu gilamizdan razmerlari bor. Bemalol kelib tur, xudo xolasa xarid etsalar bo'ladi. Qani ko'taringdan qana bo'ladi. Bu ham dönadon. Yine dönüp duradi o narsa bu. Baxma. Çırlab. Hey, hisoblagin. Juda ham chiroyli yurtdoshlar qaranglar. Dönüvünə qaranglar, hammaga nasib etsin. Razmerlardan muammo yo'q, xudo xolasa bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Bu gilamizdan bag'asi shu 120 milyon, 130 milyon satib o'tiribmiz. 73 ming so'mdan qo'yib beraman. 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan ketdi. Baxmanlik qalini. Do'stlar qaranglar, rulon qo'yib beribmiz. Ostatki kusok emas. Ostatki nesa umuman biz aksiya qo'ymaymiz. Rulon bo'ladi. Chelli desam bor. Chelli desa bor. Bu yan tarafda yine paraxodni topib shu narsani. Shu narsani paraxodni topib beramiz Agabek aka. Yine, ha, yayamiz buni. Gap yo'q. Yine. Bu yoqda kelib tushirsangiz yana dönüp turibdi svetlar ham. Jasurbek ukam bu narxlansın deb tasavvur. Narxlansın deb tashimiz. Bomba aksiya bo'ladi yine. Yine. Tap shu narsani. Gelinglar alinglar, rahmat aytib xudo xolasa ishlatinglar. Döşənglər uylaringizə, hamma uyuna gilam döşəsin. Hamma uyuna gilam döşəsin, xudo xolasa. 60 ming, 70 ming so'mdan palas satib turibdilar. Palas satib turibdilar. Doğru gapsiz. Azgına qo'ssanglar yurtdoshda 70 ming so'mdan seva baxmal qo'yib beribmiz. Baxmalni qalin. 55 ming so'mdan seva gilam qo'yib beribmiz. Palas narxidan. 55 ming so'mdan gilam. Yine. Bir yanda keyin boshqacharoq variantı. Hammasi toza dizayn. Taza partiyada gelen gilenlerimiz. Baxmal. Baxmal yine. Baxmallı qalini yine. Zo'r. Baxmallı qalini dostlar. Yine. Boshqacha kudum. Liboy kanallarına döşəsə bo'ladi yine. Yine yurtdoshlar qaranglar, juda ham chiroyli. Yine. Ko'taringdan qana qo'llab, gör ikkani. Qaddi bo'yini juda ham chiroyli. Dönüp turadi o narsa. Qalini originali. Düğüm kassa dokulgan. Yine. Bu gilamiz amaga aytib o'tganimizdek 120 milyon, 110 milyon satılgan. Xudo xolasa xalqimiz uchun kvadrat metrini mana xudo xolasa 70 ming so'mdan qo'yib beramiz. Bom 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. 73 ming so'mdan. 100 ming so'mdan kam satilgan gilam emas. 100 ming so'mdan. Shu vaqtga deyil satib ham o'tirdik. Hozir 70 ming so'mdan berasiz. 70 ming so'mdan qo'yib beraman. Zo'r. Ajoyib. Bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin. Paraxoti bormi? Paraxoti bor. Yayib beraman uni meni. Paraxot ham bor. Paraxot ham meni. Yine o'zidan birda bir paraxotlari bilan do'stlar hammaga nasib etsin xudo xolasa. Tap shu narsani paraxotda komplekt chiqadi bu narsa. Komplekt chiqadi. Birda bir. Paraxot degan narsani odamlar doğrusu ko'p yerlarda pulni topolmaydi Agabek aka. Avan. Bizda keladi, tanlay o'zini paraxoti bilan xarid etib ketsa bo'ladi. Istagan narsasini istagan narsasini. Zo'r. Bir assortimentda muammo yo'q, narxida muammo yo'q, yine doldurib qo'yibmiz xudo xolasa. Tamom bo'lib qoldi degan gap umuman bo'lmaydi. Tamom bo'lsa undan yana ikkalamiz. Gap yo'q. Yine. Do'stlar qaranglar. Turtirinden bak xudo xolasa. Halkımız uchun xudo xolasa 145 ming so'mdan kvadrat metrini qo'yib berajekmiz. 145 ming so'mdan. Eron gilami 140 ming so'mdan. 145 ming so'mdan. Qalin gilami do'stlar. Qalin bo'ladi. Dimzo'r bo'ladi. Qo'ja bo'ladi do'stlar. Arqalari qo'jali, dokushlar dimzo'r bo'ladi. Yine. Kvadrat metrini xudo xolasa xalqimiz uchun 100 ming so'mdan qo'yib beramiz. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan ketdi. Fosforini beramiz. Fosforini 100 ming so'mdan beramiz. 100 ming so'mdan fosfor gilam do'stlar qaranglar. Qalin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Sifati dimzo'r bo'ladi. Ertaga ishlatib ko'rib xudo xolasa aytaversalar bemalol. Xalqimiz uchun 90 ming so'mdan qo'yib beraman. Bu 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan ketdi. Fosforini hayteki do'stlar 90 ming so'mdan ketdi. Qalinini ko'rsatib o'ting. Qalin narsa. Dimzo'r narsa. Arkasında keladigan narsa umuman yo'q buni. Bir qism bo'ladi o narsa bu. Zo'r, ajoyib. Bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi xudo xolasa. 90 ming so'mdan. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'omon yurtchilarmi? Xudo xohlasa bugungi videomizda sizlarga To'rtko'ldagi gilamlar narxlarini qo'llangancha bilib berish maqsadida yurtdoshlar To'rtko'lda nomer 1 bo'lgan SAG nomer 1 Vanapa gilamlar do'konida yetib kelamiz. SAG XL Vanapa gilamlar do'konida ajoyib yangiliklar xudo xohlasa sizlar qadrli yurtdoshlarim uchun bo'ladi. Bugungi videomiz ko'pgina yurtdoshlarim uchun gilam olaman degan yurtdoshlarim uchun juda ham foydali bo'ladi. Like'larni bosib eng yaxshi ko'rgan do'stlaringizga videomizni tarqatib qo'yinglar. Videomizni boshlamasdan oldin adreslar bilan, manzillar bilan sizlarni to'liq tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahrining o'zida, To'rtko'l shahrining Beruniy ko'chasida bo'ladi. Agarda sizlar qo'shni tumanlardan, Urganchdan, Ellikqal'adan, Nukusdan, Beruniydan kelaverishda yurtdoshlar To'rtko'l yozuvidan to'g'riga yetib kelaverishda yurtdoshlar. Bu Beruniy ko'cha To'rtko'l yozuvi tarafdan kelaverish, Stolet maktab bo'ladi. Stolet maktabdan o'tganingizda chap qo'lingizda SAG XL Vanapa gilamlar do'koni kelib chiqadi yurtdoshlar. Agarda sizlar To'rtko'lning ichidan kelsanglar, bu yoq taraf To'rtko'l ko'chasi 40 Sport tarafdan kelaverishda yurtdoshlar. Bu yoq taraf Beruniy ko'chasi yurtdoshlar.
Kırkız Power tarafdan geleverişte, Kırkız Power tarafdan geleverişte avtovokzal çıkardı, keyin bolsa Palasa çıkardı. Türkül Aeroport Palasa'da ötkeningizde, on kolunuzda yine Sergiksel ve Napa gilemleri dökanı. İkavalladan telefon nömerlerini koyup koyamız, ushbu nömerlere telefon kılıp, adres sorap, menzilini sorap, bir malal geleverişte yurttaşlar. İçeriye giremiz, yangilikler judayam köp yurttaşlar. Böyle like'lamayamısınız, sizin xizmətlərimiz like basıp komentar yazğan bu da işlərimiz üçün komentar şu üçün 3 dənə giləm, 7 dənə joynamaz qoyğanımız olsa. Həmmə hörmətli videolarımızı başladıq. Həmmə yaxşı keyfiyyət. Assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Cəsurbek işlə yaxşımı? Xarman ukam? Bar. Xudo xolasa bugun Ranapa giləmlər dükanına yetib gəldik. Yurtdaşlarım üçün, giləm alaman deyərlər üçün yangiliklarni qoyub beramiz deb. Yangiliklar bormi? Xudo xolasa yangiliklarni bugun ajoyib bombasi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli To'rtki rayon hamda Sagranapa gilamlari obunachilar mijozlari. Xudo xolasa dukanimizda sizlar uchun ajoyibdan bomba skidkalar qo'yib berajak. Xudo xolasa video davomida ko'rib borsizlar, sizlar uchun bir manfaatli video bo'ladi. Videomuzni oxiridan ko'rsalar, yetkazgan vaqtlarini achinmaydilar umuman. Xudo xolasa achinmaydilar. Gap yo'q, xudo Dukanni xolasa. ko'rsatib o'ting, Ag'abek aka. Atmosfera ko'rib tursiz. Yangi Yangiliklar dim ko'p. Yangiliklar juda ham ko'p. Gatoviy gilamlar standartli, metrajli gilamlar, faskelabatni bir de ko'rib turasiz. Bularning hammasini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, serial bo'ladi bu videomuz. Bir chetdan endi skidkada gilamlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafdan boshlaymiz, xudo xolasa. Gap yo'q, xudo xolasa. Hammangizga nasib etsin, sho'dan kelib yaxshi kunlaringizga, xonadonlaringizga gilamlarni olib dushash. Metrajdan ham tur-turlari bor, fosforli, high-tech, klassik ketaveradi. Ina yangiliklar juda ham ko'p, do'stlar. Esa bir chetdan ko'rsatib o'tamiz, Ag'abek aka. Albatta. Shu gilamizda, xudo xolasa, iranskiy gilam. Eron gilami. Xalqimiz uchun bir ajoyibdan skidka narxlari qo'yib berajak. Gap Ko'rib yo'q. bo'lasiz, Ag'abek aka qalin bo'ladi, sifati dimzo'r bo'ladi, orqalarini do'qilishlar ham dimzo'r bo'ladi. Media koja bo'ladi. Обязательно kojali bo'ladi. Ina. Iranning o'zini gilami, обязательно metrajli, razmerlar xudo xolasa bor dukanimizda bemalol kelib xaridasizlar bo'ladi. Hamma razmeri topiladi bu narsani. Razmerda muammo yo'q. Kamin qo'ydi yo boshqadan gap bo'lmaydi umuman. Asfaltga narsa emas, rulon. Ko'rib turibsiz, rulon narsa. Shu narsaga skidka qo'yib berajakmiz. Ina. Bahasına kelgan bo'lsak, Ag'abek aka 210 ming so'm, 220 ming so'm kvadrat metr satılıb oturadi, satib o'tiribmiz. Xalqimiz uchun xudo xolasa 145 ming so'm kvadrat metr qo'yib berajakmiz. 145 ming so'm. Eron gilami 140 ming so'm, 145 ming so'm. Qalin gilami do'stlar. Qalin bo'ladi, dimzo'r bo'ladi. Koja bo'ladi do'stlar. Orqalari kojali, do'qishlari dimzo'r bo'ladi. Ina. So'ng boshqacharoq variantlar bormi degan mijozlarimiz uchun boshqacharoq variantlar ham bor dukanimizda. Ina. Bu yoq tarafdan fosforli gilamlarimiz ham bor. Fosfornilar bor. Ina. Fosforning zo'ri bo'ladi. Gap yo'q. Mana ham ko'rsatib o'tamiz. Ina gilam. Sifati dimzo'r, Ag'abek aka. Yine arkası kele yo'q, umuman bir qism bo'ladi bu narsa. Avan. Arkasini do'qilishlar ham ajoyib narsa. Ko'rsatib o'tasiz. Bu gilamimiz ham razmerlari xudo xolasa topiladi dukanimizda, bemalol kelsalar bo'ladi. Qalonliklari dimzo'r bo'ladi. Do'qilishlar ham ko'rsatib o'tasiz orqalarini. Gap yo'q. Meyda do'qilgan bo'ladi. Ya'ni girishi to'lanib qoladigan narsa emas, keladigan narsa umuman yo'q bu gilamlarda. Premium kassada do'qilgan gilam bo'ladi. Ya aytganimizdek, razmerlardan muammo yo'q, xudo xolasa kelaveradilar. Gilamiz narxına keladigan bo'lsak, Ag'abek aka kvadrat metr 150 ming so'm, 160 ming so'm sotib o'tiribmiz. Kvadrat metrni xudo xolasa xalqimiz uchun 100 ming so'mga qo'yib beramiz. 100 ming so'mdan 100 ming so'mdan ketdi. Fosfornini beramiz. Fosforni 100 ming so'mdan beramiz. 100 ming so'mdan fosfor gilam do'stlar, qaranglar, qalin bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Sifati dimzo'r bo'ladi. Ya'ni ishlatib ko'rib xudo xolasa aytaversalar bemalol. Fosforni boshqacharoq varianti, high-tech varianti bormi degan mijozlarimiz uchun yine mana ham ko'rsatib o'tamiz. Bomb dönadi, fosfor. Bomb dimzo'r bo'ladi, dönadi. 4 tarafdan 4 xil so'yib bo'ladi bu narsa. Qalinlik ham ajoyib. Qalinlik ham dimzo'r bo'ladi. Kojali bo'ladi yine. Qalinliklarini ko'rsatib o'tasiz. Dimzo'r bo'ladi. Fosforni. Ajoyib. Bu gilamimiz ham xudo xolasa kvadrat metrini mana ham 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Bomb 100 ming so'm, 150 ming so'm sotib o'tiribmiz. 100 ming so'mdan ketdi. 100 ming so'mdan fosforni gilamina do'stlar. Xudo xolasa orqalari koja bo'ladi. Gap yo'q. Şu gilamiz uchun yana xudo xolasa 5 ming so'm qaytamiz, 95 ming so'mga qo'yib beramiz. 95 ga qo'yib beramiz. 95 dan qo'yib beramiz. Yana 5 ming skidga. 5 ming skidga ketdi yana. Zo'r. Gap bo'lsin. 95 ming so'mga qo'yib beramiz. Hammaga nasib etsin, zo'r gilam fosforni gilamina. Ajoyib. Xudo xolasa. Yana variantlar bormi? Variantlar bor. Yine. Zo'r. Ko'rsatib o'tasiz buni ham. Bu high-tech bo'ladi. High-techni zo'ri. Orqalari kojali. Yomon dönadi-ku bu. Dim dönadi o narsa bu. 4 ta. Koja arkası. Arkasi kojali, original gilam. Meyda do'qilgan. Yerdan girishmaydi bu narsa umuman. İşlet görüp xudo xolasa liboy vaqtda aytaversalar. Yine. Sifatlari zo'r. Dimzo'r bo'ladi. Ichki razmerda bor. Razmerlar xudo xolasa bor. Yine. 3,5-4 hammasi bor. Topiladi. Zo'r. Bahasına keladigan bo'lsak, 180 ming so'm, 170 ming so'm, akansatalik 150 ming so'm sotilgan gilamimiz. Xudo xolasa xalqimiz uchun 90 ming so'mga qo'yib beraman. Bu 90 ming so'm. 90 ming so'mdan ketdi. Fosforni high-tech'i do'stlar, 90 ming so'mdan ketdi. Qalinligini ko'rsatib o'ting. Qalin Dimzo'r narsa. Orqasida keladigan narsa umuman yo'q buni. Bir qism bo'ladi o narsa bu. Zo'r, ajoyib. Bemalol kelib haydashsalar bo'ladi xudo xolasa. 90 ming so'mdan. Avan.
Keyingi variantlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib o'ting bir anda. Allah. Gulli desa, gulli, high-tech desa, high-tech. Qizil svetdan metrajlarimiz bor, bemalol kelsalar bo'ladi, xudo xolasa. Türkmen pechatlar Türkmen pechatlar ham bor. Zo'r, ajoyib, xudo xolasa. Bu tarafdan mana standartni gilanma, qo'jali, sochaqli, original Eron, Turk ketaveradi. Yine standart. Dimzo'r bo'ladi bu gilamlarimiz ham. Gap yo'q. Toza partiyada biz ko'na asfaltga, kusokdan narsalar umuman skidga qo'ymaymiz. Yangilikka qo'yamiz. Yangilikka qo'yamiz, ava. Bu yon tarafdan mana proxodlar uchun ajoyib bundan bor metrajlarimiz ham kelgan. Bularni ham ko'rsatib o'ting. Komplekt bo'ladi bu narsa. Eron gilamlari deysizlarmi do'stlar? Evidayna proxodlar uchun nechik metraj osonlar do'stlar. Shuningdek proxodlar ham hammasi chiqadi, to'g'rimi? Bemalol. Komplekt etib döşab berasizlar. Komplekt etib yurtdoshlar yurtdoshlarimiz rulonda yine metraj gilam, shuni yine proxodlarına dong bor. İstegen bir metrajni olasizlar, xarid qilasizlar, high-tech deysizlarmi, Atachento deysizlarmi, yine Bordoy deysizlarmi, gulli deysizlarmi do'stlar, Aboy gulli deysizlarmi. Hammasini proxodlari topiladi do'stlar. Qaranglar, hammasini proxodi bor. Ya'ni komplekt döşab berasizlar, to'g'rimi? Avan, komplekt bo'ladi. Bu yon tarafdan boshqacharoq dizaynda yine variantlari bor. Shu aytib turibman-ku, nechkinni olsanglar, shuni proxodi topiladi. Mamutlar bor, xolosalar 80 santimetrdan boshlanadi, araqa ketaveradi. Razmerlardan Türkmen pechatlar ham proxodlari. Türkmen pechatlardan bor hammasidan. Komplekt edib döşab berasizlar. Komplekt bo'ladi. Bir xil etib döşab beramiz. Bu yon tarafdan ko'rsatib o'ting yine. Standartni gilanni. Razmerlardan muammo yo'q. Yine bular hamma standart. High-tech desanglar high-tech, Bordoy yine. Sak zavodini hamma gilam bor yurtdoshlar. Klimber deysizlarmi yurtdoshlar yine. Troya deysizlarmi? Hammasidan bor. Hammasidan topib berasizlar. Yine bu yon tarafdan har xil sortimentda komplekt yine proxodlar uchun gilamlarimizni taxlab qo'yibmiz. Yine bulardim zo'r-ku bular. Toza gen partiyada gilamlarimiz bor. Toza gilamlar. Do'stlar qaranglar, bilasizlar bizning ikkinchi etajimizda, Sargranova gilamlarining ikkinchi etajida faqatgina premium g'allar bor. Bemalol kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. O'tgan videolarimizda ham qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r skidkalarni aytib berganmiz. Skidkalarimiz zo'r bo'ladi. Yine do'stlar. Yine ajoyib. Bu yerda ham standart. Gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. Yine gilamlarni ko'ringlar. Yine bu yerda keyin yana bir variantimiz bor. Eron gilam. Skidkani zo'rini qo'yamiz. Zo'rini qo'yamiz, xudo xolasa. Eron gilamlari qimmat bo'ladi deb o'ylaydi xalqimiz. O'ylaydilar. Yo'q. Ava, bizada arzon. Bizada arzon bo'ladi. Xalqimiz uchun arzon baholarda qo'yib beramiz. Yurtdoshlar qaranglar, koja bo'ladi, ko'rib turibsizlar, ayna koja. Arkasini to'qilishlarini ham ko'rsatib o'ting. Dimzo'r bo'ladi, sifati. Yine arkalari kojali, ya aytganimizdek, meyda to'qilgan, kolonkani ko'rsating. Dimzo'r narsa, chist effekt bo'ladi. Gap yo'q. Bular ham razmerlarni umuman muammo yo'q. Bemalol kelib turib haydashsalar bo'ladi. Xudo xolasa, gilamiz narxina keladigan bo'lsak, 250 ming so'm, 230 ming so'm sotib o'tiribmiz. Eronskiy gilam, original. Liboyni sarsak kelaversalar, Ag'abeka, xalqimiz uchun xudo xolasa, gilamizni 145 ming so'mga qo'yib beraman. 145 ming so'mga Eron gilami ketdi. Eron gilamini qo'yib beraman. Liboyni sarsak kelaversalar. Xohlagan joyinimi? Xohlagan joyini sarsak kelaversa, O'zbekiston bo'yicha. Yurtdoshlar qaranglar, Eron gilami bo'ladi. Qalinligini qaranglar, juda ham zo'r. Chist effekt bo'ladi. Arkasi koja bo'ladi. Arkasi koja bo'ladi yine. Arkalari koja bo'ladi. Meydada o'qilgan, umuman to'lanib kechak qiladigan narsa emas. Rulon yurtdoshlar. Chala desanglar ham bemalol kelib qaydasizlar bo'ladi. 145 ming so'mdan. Liboyni sarsak kelaversalar, 145 ming so'mdan ketdi. Hisob. Zo'r. Bu yon tarafda yana high-tech dizaynli metrajlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular ham yo'q ko'rsatdik. Yurtdoshlarimiz uchun ko'pchilik high-tech so'raydi. Yine. Bu Eron gilamini boshqacharoq dizayni bu yine. Materialni ko'rsating buni. Qolonkini ko'rsating, Ag'abeka. Qalin narsa. Dimzo'r narsa. Qalonki sifati. Yomon qaranglar, qalinligini do'stlar, gilamni zo'r gapdi-ku. Yine. Sifatini umuman gap bo'lishi mumkin emas bu gilamizni. Gap bo'lishi mumkin emas. Arkasini to'qilishlari ham dimzo'r bo'ladi. Zo'r, arkalari ham zo'r bo'ladi ekan. Bahosini necha so'm, necha so'mdan sotgansizlar? Bahasi 220 ming so'm, 230 ming so'm sotib o'tiribmiz, Ag'abeka. Eron gilam bo'ladi bu ham. Shuni ya ko'rsatganimiz boshqacharoq dizayni. Dukanimizga kelib turib, bemalol 130 ming so'mga qaydasizlar bo'ladi. 130 ming so'mga qo'yib beraman. Eron gilami originali bo'ladi. Yurtdoshlar qaranglar, 130 ming so'mdan qalin narsa olasizlar, qalin. Gap yo'q. Ko'rpacha shart emas-ku. Ko'rpacha umuman shart emas. Markasini to'qilishini ko'rsating bu narsani. Umuman naqbaq chiqyapti. Kelaydigan narsa umuman bo'lmaydi bular. Diniq narsa. Premium kassada to'qilgan gilam. Do'stlar qaranglar, qalinligini. Juda ham ajoyib narsa. Hammangizga nasib etsin, zol joylari juda ham zo'r ketadi, to'g'rimi? Dimzo'r bo'ladi. Dalollar ketaveradi. Avon, bemalol kelib tushsalar bo'ladi. Zo'r. Xolasizlar, yine fosforli bo'ladi bu gilamizda. Fosforli high-tech. Avon, bu turistki variantda. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ham ko'rsatib o'tganimizda qarang, aytganimizdek, koja, обязательный koja bo'ladi. Arkasini to'qilishlari ham dimzo'r bo'ladi. Sifat kassasini ko'rsatib o'ting. Fosforli, qalin bo'ladi. Zo'r. Bu gilamizdan xudo xolasa dukanimizda bemalol kelib qaydasizlar bo'ladi. Bahosini topamiz. Bahasi 150 ming so'm, 130 ming so'mlik gilam o'zi. Xudo xolasa bu gilamizdan xalqimiz uchun 90 ming so'mga qo'yib beraman. 90 ming so'mdan. Skidkada 90 ming so'mdan ketdi. Turist gilam. Original. Hammangizga nasib etsin. Bu gilam lekin menga juda ham yoqdi. Dimzo'r bu. Dimzo'r ekan. Ham kir ko'taradi u. Avon.
Görüp durğan bolsaňlar. Asortimentni görsüp ötörüň. Agabeka, sini jet deseler, sini, kızıl dese, kızıl bardowy, maloshi, fosforni, Aboy güllüler, aboy güllüler, bam fosforni bolady ýene. dımzor sifatlary, Dımzor. plyunkasida dokulan gilemler, berçesi Xudo kalasa bemalol gelip bizani Sagix rampa gilemler dükanımızdan skidga bakalada xarid etseler bolady. Keyingi variantlarni ham görsüp ötemiz. Gep ýok. Dostlar, Xudo halasa gelebersler. Ajoyip asortimentler, Xudo halasa zorlary var ýene yurtdaşlar. Görüp durganlarys ýene. Ajoyip. Gep ýok. Şunu ham gelip göstermizmi? High-tech mi bu? High-tech bu. Bom high-tech ýene. Yurtdaşlar. Bom ýengelik. Ýaýyňlar. Dım zor gilemişi. High-techni zoru bu. Kalınlıklarını gösterýän. Ene. Şey. Kalınlıklar dımzor bolady bu nersen. Ajoyip. Fosforni originaly. Ajoyip bu Xudo. Bu narsa hem razmerlerinden muammo yok. Hemmesinden bu. Aman, hemmesinden razmerleri var. Gep boşum gilemez yurtdaşlar. Gelsen de ben afa gilemleri dökanda şöyle tikiş hizmetleri var yurtdaşlar Xudo halasa. Kesip klip klip berdiler. dastapki Xudo kalasa berçesi Bir bolady. taraftan da skit yani zor boladı Xudo halasa. Skit yana bugün bu bölümümüzde bombası boladı. Bombası boladı. Bombası avan. Yine yurtdaşlar Xudo halasa. Variantlarını görsüp ötün, asortimentini. Avan. Bir de razmerlerde muammo yok. Avan. Aytkanımızda narxlardan Xudo kalasa bomba narxa koyup beremiz. Aytkanımızda liboyunu sarsıp gelirseler. Neden başlayımız? Bir setten başlayımız Xudo kalasa köpeyde ağa prahot diyenden muammo boladı prahot. Avan. Bir an tarafçına komplekt taklap koyupmuz. Telle evəcini prahotu. Şurada uşağanlı prahotu Uşağanlı prahotu ba. Zor. Ajoyip. Bir mola gelseler boladı. Bırqlatib komplekt çıxarıb beremiz. Ağa bekəcə bir setten görsüp ötemiz bir anda. Yani chatten başlayımız ekan dostlar Xudo halasa. Gör güzel de like'la bilan kollap quatlap bara veraslar Xudo halasa. Bu su içip berik. Ağa bekə görsüp ötemiz bir setten. Bunu yayıq. Yayınla vallahi Xudo halasa. High-tech mi bu? High-techni zoru bu. High-techni zor Xudo halasa dostlar size üçün. Git, savdası geldi mi? Savdası Çık geldi oldu mu? bu. Yine. Yayınla kanı, şu fırsattan Yine. faydalanıp kat yayınla beraber. Dım zor durad döşeğinde. Sifət kasvası dım zor. İşət görbeten Xudo kalasa ayt oradı halkımız. Arkasının dokuluşlarını görsün. Yine. Umman naq bax deyən nəsə çıxıb atqanı yox bu nəsədə. Qalınqam qalın boladı. Zalcay, memaxana, eyvan, dalan get oradı bu nəsə. Kötəvindən vallahi işitdi vardı. Yine. Giləmizni ağa bekə rəzmerləri Xudo kalasa bağ dükanımızda bemalal gələr ölsələr. Həmmə rəzmer tapıladı bemalal. Narxına gələn olmasaq ağa bekə 85 milyon 80 milyon satıb oturtmuz kvadrat metri. İndilikdə dükanımıza gəlib durub 5 gün Xudo kalasa kvadrat metrini 50 milyonma qoyub bərəm. 50 50 milyonma xədə hesab milyondan? oladı. 50 milyonma. 50 milyondan yurttaşlar giləmini zorunu koyup berdik. Giləmini zoru high-tech dizaynda boladı. High-tech boladı. 50 milyondan. 50 milyonma getdi 5 gün. Dostlar qaranlar high-tech. Judayam zor. Premium kassada dokulğan boladı. Bemalal Xudo kalasa sarsıq gəlirselər. Narx boyunca, sifət boyunca liboyunu sarsıq gəlirselər. Yine 50 milyondan berilerdi. 50 milyonman bərlədi. İndi Zor. ikinci story. Bardo Yok. işi et boladı bu. Bak doğru. Yine. Yayınla. Bunam göstərimiz yine. Yine güllü variant soyduğumuz azlarımız üçün. Yine. Acayip. Gördüğünüzü ağa bekə rulon. Rulon. Sok aslatki umma aksiya koyumuz bizə. Yanıma aytıb etdik. Bu gələmizdən zor boladı. Yine arkasında okuluşları. Yine bir qısım boladı onun nəsə. Kil edən nəsə yox umma. Acayip. Bunam rəzmerlərine gələn olmasaq, bərçə rəzmerlər bağ dükanımızda, rəzmer tamam olub qaldı, kamadı, deyən nəsə umman bom idi dükanımızda. Yine. Bu gələmizdən ağa bekə 80 milyon, 75 milyon satıb oturtmaz, 50 milyonma qoyub bərəm bunam. Buna 50 milyon. 50 milyonman. 50 milyondan gilem dostlar karanlar fakat yine 5 gün mola. 5 gün boladı, 50 milyonman gəlib xərid 50 milyondan kızıl gilem, 50 milyondan high-tech gilem doğru mu? 50 milyonman xayt. Buna 50 milyondan koyup vermemiz. Getdi. Buna 50 milyondan dostlar. Bilgip kalınlar Xudo xalasa. Bemalal. Xudo xalasa Getdi. rəzmerləri var. Həmmə rəzmeridən var. Həmmə rəzmeri var. Keyingi variantdan görüş tutamiz. Bardo giləmimiz zor. Bardoyunu zor Xudo xalasa. Bunlar həməsi ən yaxın dizaynda çıxan, ən yaxın taza partiyada giləmlərimiz. Bu giləmizdən zor boladı. Kalınlığını görüş tutacağız. Ağabeyka. Kalın boladı. Kalın boladı. Kalın boladı. Arkası kojalı. Arkası kojalı mı? Arkası kojalı boladı bu nəsə. Yəni dokunuşlarından görüş tutin. Baxası 90 milyon, 85 milyon satıb oturtmuz kvadrat metri. Avan. Xudo kalasa xalqımız üçün 5 gün 60 milyon qoyub bərəm. 63 mindən. Liboyunu sarsıq gəlirsə 60 milyon qoyub Siz bərəm. Kojalının 60 milyon Kojalını 60 milyon qoyub bərəm. Yine kojalı boladı arkası koja dostlar. Şunu 63 milyondan koyup verecekler. Həmmə rəzmeri var. Həmmə rəzmeri var. Bemalal hesab oladı. Liboyunu sarsıq gəlirsən. Kalınlığı zor boladı. Sok aslat dinərsəməz, yenə gördüyünüz rulon bu nərsə. Rulon. Bemalal gəlib xərid etsələr boladı Xudo 1 kalasa. gram kley yok. Kley yok bu nərsədə. Dokunuşlarına karanlar zor. Arkasında dokunuşlarının dım zor boladı. İndi high-tech dizaynda yenə bir giləmiz. Bu High-tech. ipək boladı, çisti. Yenə. Bunam görüş ötəmiz. Dım zor boladı, sifətləri. Yenə. Bu bir qısım boladı onun nərsə.
Kiley deyenlər umma yox bunda. Acayip. Bu giləmizdən rəzmiləri var dükanımızda. Bemalol gəlib üzərində gərək rəzmilərini alıb xərid etdiysələr boladı. Asortimentdə aytqanımız muamma yox. Xuda qalasa gəl öyrədilər bemalol. Giləmiz narxına gələn olmasaq 85 milyon, 80 milyon satıb oturubumuz giləmiz akançatını 75 milyon satqanımız. Avan. Kalını orijinal boladı. Premium kassada okulğan. Xuda qalasa 5 gün 60 milyondan qoyub bərəmən. 60 milyondan milyondan high-tech'in originalı. 60 milyondan high-tech'in originalını alıp geçsən nə boladı? Bemalol gəlib masala boladı. Rəzmiləri ba. Yine 60 milyondan getdi xuda qalasa. Bardo Şüvet'in ağabeyka yenə bir variantı. Yine Bardoyu. Bağım taze gələn partiyalarda gilənlərimizdən birisi. Acayip. Bağım dımzor, kanunluqları, kassoları dımzor. Xuda qalasa işlət görüb ayt öyrədi. Avan. Xuda qalasa zaten yuğanda girişi, tolanıb, kişək qradon nərsəməsi umma. Avan. Bundan bərçə rəzmiləri bağ dükanımızda bemalol gəlib xəridəstələ boladı. Bardo giləmizni baxası 85 milyon, 75 milyon satıb oturubumuz giləmizəm. Xuda qalasa gəlib durub 55 milyon xəridəstələ boladı. 55 milyon 55 milyondan 5 gün getdi. Bardoyunu yurttaşsa işini qaranla 55 milyondan bəri. 55 milyon. Ya aytqanımızı Liboy'un arx boyunca, sifət boyunca salışdıq görürsən. Gəp yox. Judayam zor. Yine. Bardoyla başqa saraq variantlarım var. Xuda qalasa bemalol gəlsələr boladı. Və tərəfində Sini Suitdə, high-tech dizaynda hər xil variantları var. Bemalol gəlsələr boladı xuda qalasa. Həmmə sizə üçün yurttaşlar xuda qalasa. Ya görüb ötkənimizi proxod deyən nərsələrdən umma yox. Bemalol gəlsin. Şudan görüb durğan bolsanlar həmməsi arzan baxlada şunu proxodları bilən taxlap bəvəsilər, doğru mu? Taxlap bir xilət çıxıb bərəmiz. Yine bir də Türkmen peçət giləmizən var. Şunam görüşdük köpçəlik qızqadı. Bu Türkmen peçətini kalın yaxşısı boladı. Ölmedi bu nəsə? Bu nəsə heç kasa ölmedi. Modadan qam idi. Halkımız sevib xəritətadan döşüdən Türkmen gələnlərdən peçət birisi. dostlar köpçəlik sorğan arkası koja. Arkası koja. Avan. Sifəti dımzor, material ipək boladı. İpəkdən. Kalın nəsə? Kalın nəsə avan. Yine. Bu giləmizdən rəzmilərdən muamma yox. Xuda qalasa bemalol gəlsələr boladı. Kalın orijinal gələm. Baxası 95 milyon, 90 milyon satılğan. Avan. Kvadrat metri. Xuda qalasa xalqımız 5 gün içində gəlib durub xuda qalasa 55 milyon xəritət satılır. 55 milyon. 55 milyondan Türkmen peçət. Oynatdığınız yox mu? Oyun gəpi yox. Gəpə cavab mı? Zinə, gəpə cavab. 55 milyondan. Liboyunu sarsıtıb gəlirsən. Kojalı nəsəni? Arkası koja, orijinal, premium kassada dokulğan. Yine. Arkası kojalı. Büklənə tolan kamidinə. Bir qism boladı onun hesabam. Yine. Kley deyənlər Kilogram yok. Yox bunda. Umma Dostlar 55 milyondan Türkmen peçətini, orijinalını, kalınını həm yurttaşsa kojalısını alasılar. Kojalı savan. Zor. Yine. Türkmen peçətini baxmalan varəkən dostlar. Baxmalan var. Xalqımız şu nərsədə adaşmasın. Şunam düşündürüb ötəmiş. Baxmalan var. Baxmalı bu. Baxmalının kalını. Kütən gəl dönədən bu, doğru mu? Yine. Dönədir bu. Baxmalının kalını dönədir bu nərsə. Görsüp ötün bu nərsə həm yine. Zor. Orijinal boladı. Acayip. Kalın zor boladı yəni. Baxasına gələn olmasaq, ağabeyka 120 milyon, 130 milyon, 110 milyon satılğan giləmiz. Xuda qalasa xalqımız gəlib durub iş giləmiz baxmalını, kalınını 73 milyon məqaydəsə boladı. 73 milyon. Zor. Baxmalını kalını boladı bu. Yak tərəfdə ipək material, bu ipək material boladı. Bam sifətlər dımzor boladı 55 milyon. Bu 55 milyon. İki tür variantı var. Dostlar, baxmal variant boladı, kalını boladı. Türkmen peçətini ipəki, Türkmen peçətini baxmalı dostlar. Qaranlar 70 milyondan baxmalı. Baxmal ipək variantı 55 milyon. Zor. Həmmə variantlar var. Həmmə variant var. Rəzmirdə umma yox. Gəp yox. Narx boyunca Liboyunu sarsıtıb gəlirsən. Like. Xuda qalasa. Olsun günəməz. Xuda qalasa. Yine Türkmen peçət gələm, ağabeyka. Görüb ötün bu nərsəni. Yine tap şu nərsəni proxodları. Baxmalını. İş nərsə köpəkdə problema boladı ağa. Yine. Gəp yox. Yine. Xuda qalasa. Qalasazlar aparıb yeyib bərəmiz ona. Yine. Ranapa giləmləri dükanından muamma oluşu mümkün emas xuda qalasa. Proxodlardan, rəzmirdən. Umma yox. Bemalol gəlib xəridəstələr boladı xuda qalasa. Tam mopqalı, kamadı deyən nəsə umman bomuydu. Bugün zakaz etsələr qaçan var döşəb bərəslər. Xuda qalasa koldan gəlincə tap şu günü xuda qalasa momentində işləb çıxarıb bərəmiz. Arkasını dokuruşlarla görsün yine. Arkasını dokuruşlarla gəp yox. dımzor boladı. Yine. Tap şu nərsə proxod. Bir xil ikisi. Gəp yox. Cüdəyəm zor. Bir də bir yine. Yurttaşda özündən bir baxmalını kalın boladı yine. Materialdan görsüb ötəmiz. Proxodlarım şu narxı bir doğru özgərməyim narxı. Narx umma özgərməydi bizə də. Yine. Atıldı bizə də. Avan. İndi baxmalını başqa saraq variantı var mı deyən mızazlarımız üçün yine variantlarımız var. Bir işi Türkmen peçətindən çəklənib qalmıyımız. Xuda qalasa taza partiyada gələnlərimiz. Bunam görsüb ötəmiz. Yenə baxmalı, görsün. Yenə baxmalı. Baxmalını kalını. Arzana məhz bu, yubqası məhz. Kalını. Sifədə pul töylüsülər. Sifətə pul töylüsülər gəlib dur, xuda qalasa. Yine. Bağım bir qısım boladı nəsə. Bir qısım boladı. Kalın nəsə. Kalını boladı, orijinal boladı. Ağabeyka bu giləmizdən rəzmiləri ba. Bemalol gəlib dur, xuda qalasa xəridəstələr boladı. Kötəvindən qana valla. Bağım dönəd on. Yine dönüb durad on nəsə bu. Baxma. Çırlab.
Hey, isaplayın. Judayam chiroyli yurtdoshlar qaranglar. Dönüvünə qaranglar, hammaga nasib etsin. Xudo xohlasa. Razmerlardan muammo yo'q. Xudo qalasa bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Bu yilamiz ham bag'az shu 120 milyon, 130 milyon satib o'tiribmiz. 73 ming so'mga qo'yib beraman. 70 ming so'mga. 70 ming so'mga ketdi. Baxmalni qalini. Do'stlar qaranglar, rulon qo'yib beribmiz. Aslatchi kusok emas. Aslatchi nesa biz aksiya qo'ymaymiz. Yine. Rulon bo'ladi. Chelli desam bor. Chelli desa bor. Bu yon tarafda yana proxotni topib shu narsani. Shu narsani proxotini topib beramiz og'a beka. Yine. Ha, yayamiz buni. Gap yo'q. Yine. Bu yoqda kelib tushirsangiz yana dönüp turibdi svetlar ham. Jasurbek ukam meni narxlansın deb tasavvur. Narxlansın deb tashimiz. Bomba aksiya bo'ladi yine. Yine. Tap shu narsani. Kelinglar olinglar, rahmat aytib Xudo xolasa ishlatinglar. Döşəngdə uylaringizə, hamma uyuna gilam döşəsin. Hamma uyuna gilam döşəsin, Xudo xolasa. 60 ming, 70 ming so'mdan palas satib turibdilar. Palas satib turibdilar. To'g'ri gapingiz. Ozgina qo'shsanglar yurtdoshlar 70 ming so'mdan sizlarga baxmal qo'yib beribmiz. Baxmalni 55 ming so'mdan sizlarga gilam qo'yib beribmiz. Palas narxidan. 55 ming so'mdan gilam. Yine. Bu yanda keyin boshqacharoq varianti. Hammasi toza dizayn, toza partiyada kelgan gilamlarimiz. Baxmal. Baxmal yine. Baxmalni qalini yine. Zo'r. Baxmalni qalini do'stlar. Yine. Boshqacha kudum. Liboy xonalariga döşəsə bo'ladi yine. Yine yurtdoshlar qaranglar, judayam chiroyli. Yine. Ko'taringlar qana qollar, go'yiqqani. Qaddi bo'yni judayam chiroyli. Dönüp turadi o narsa. Qalini originali. Plyunkasi do'qilgan. Yine. Bu gilamiz amaga aytib o'tganimizdek 120 milyon, 110 milyon satılgan. Xudo qalasa xalqimiz uchun kvadrat metrini mana Xudo qalasa 70 ming so'mga qo'yib beramiz. Bom 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. 73 ming so'mdan. 100 ming so'mdan kam satılgan gilam emas. 100 ming so'mdan. Shu vaqtda satib ham o'tirdik. Hozir 70 ming so'mdan berasiz. 70 ming so'mga qo'yib beraman. Zo'r. Ajoyib. Bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin. Paraxoti bormi? Paraxoti bor. Yayib beraman uni meni. Paraxot ham bor. Paraxot ham meni. Yine o'zidan birda bir paraxotlari bilan do'stlar. Hammaga nasib etsin Xudo xolasa. Top shu narsani paraxotni komplekt chiqadi bu narsa. Komplekt chiqadi. Birda bir. Paraxot degan narsani odamlar doğrusu ko'p yerlarda pulni topolmaydi og'a beka. Bizada keladi, tanlay o'zini paraxoti bilan xarid etib ketsa bo'ladi. Istagan narsasini istagan narsasini. Zo'r. Bir assortimentda muammo yo'q, narxida muammo yo'q, yine doldurib qo'yibmiz Xudo qalasa. Tamom bo'lib qoldi degan gap umuman bo'lmaydi. Tamom bo'lsa undan yana ikkalamiz. Gap yo'q. Yine. Do'stlar qaranglar, tur-turidan va Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Yine. Paraxotlarına qaranglar, hozir uni razmeridan muammo yo'q, to'g'rimi? Avang 1 metrda 80 santimetrda 2,5 metrda razmerlar bor. Bemalol kelsalar bo'ladi. Turkmen pechat, siniy cvetda desa, siniy cvetda har xil variantda Xudo qalasa do'konimizda topiladi. Bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Xudo qalasa 5 kun foydalanib qolish kerak bo'lgan. 5 kun bo'ladi bu aksiyamiz do'stlar. Ulgurib qolinglar, bemalol kelaversa, bu hamda standart razmerdagi gilamlarimiz bor Xudo qalasa. Bemalol kelaveringlar, hammani kutib qolamiz Xudo qalasa. Pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Onlayn savdolar bor, to'g'rimi? Onlayn savdolar bor. Yine Xudo xolasa. Kelaversa unda adresda yanglishmay bemalol kelaveringlar. 4 kun shahrinda eng katta do'konlardan Xudo xolasa Ranapa gilamlari do'koni. Oldinda Ranapa gilamlari do'konidan yozuv bo'ladi. Xudo xolasa adashib qolmanglar. Telefon etsalar shu ekrandagi nomerlarni o'zlaringiz kutib olasizlar, to'g'rimi? O'zlaringiz kutib olamiz. Uzoqdan keladigan mijozlarimizga lokatsiyalar tashab beriladi. Xudo xolasa kelsalar adresga tushuntiriladi. Do'konimizda Xudo xolasa aytilgan narxda beriladi. Gap yo'q Xudo xolasa. Bize Xudo xolasa aytilgan gapimizga javob beramiz. Shu video chiqdimi, shu aytilgan baholarda beriladi. Adashib boshqa do'konlarga kelib aldanib qolmanglar. Xudo xolasa. Biz yana Ranapa gilamlar do'konimizda Xudo xolasa top shu aytilgan narxda beriladi. Ko'pchilik misoli adashib boshqa do'konlarga kirib ham qoladilar. U vaqada umuman yo'q ham. Bizada обязательно do'konning ustida Ranapa Sagiksel gilamlar degan yozuv bo'ladi. Ranapa'ning ismi bo'ladi. Ranapa'ning ismi bo'ladi do'konimizda. Hamma do'konimizda bor u narsa. Gap yo'q. Jasur katta rahmat uka. Xudo xolasa rozi bo'linglar qo'ygan aksiyalarimizga. Hammamizga xayrli va barakali bo'lsin qo'ygan aksiyalarimiz. Keyingi videolarda görüşünce yurtdoshlar e'tiborlari uchun rahmat. Xudo xolasa yangiliklar bo'lsa Ranapa gilamlari do'koniga yana kelish nasib etsin.